Assalomu alaykum. Kartmonlarimiz haqida ma'lumot bermoqchiman. Uni materiali nimadan qilingan, o'lchamlari, sig'imi haqida to'liq ma'lumot berib o'taman. Ranglarini ham ko'rsataman bir chekkada hammasini. Bo'lmasa boshladik. Birinchi modelimizni men Alfa deb nomladim. Nimaga Alfa deb nomladingiz degan savollarga men bundan oldingi ishlagan joyimda stanovlarda remont qiladigan bo'lib ishlaganman. Ya'ni texnik xizmat ko'rsatish xodimi bo'lganman. Bizda navatchik deb qo'yardi. Bu yerda bizda Shveysariyadan keltirilgan stanovlar bo'lardi. Ularning nomlari shunaqa. Comex firmasiniki bo'ladi. Alfa, Gamma deb qo'yardi. Biz Alfa Gamma nima desa, bu grek alifbosi xolos, o'ta oddiy. Shunga men grek alifbosilaridan foydalandim. Buni Alfa 1 deb nomladim. Xo'p, Alfa 1 kartmonimiz haqida. O'lchamlari 8 ga 10 santimetrda. Rushnoy shofda tikilgan, tashqi ko'rinishda mana qo'lda turishi, qo'lga ahamiyat bermaysizlar, endi ustun qo'li shunaqa bo'ladi. Mana yorilib ketgan qo'lda tikamiz bularni hammasini biz. Qo'lda turishi, o'lchamlari mana 10 ga 8 santimetr dedim. Rushnoy shof. Mana hozir yaqinroqdan ko'rsataman shofni. Ko'rinayotgan bo'lsa, yana yaqinroq kelay mana. Rushnoy shof. Ichkarilardagi shof ham mana. Xo'p, tashqi ko'rinishini ko'rdinglar, mana yonboshi, tag qismi, bu tepa qismi. Pistonni ochilib yopiladi. Piston bir tomonga qo'yilgan, tepa tomonga, pastga qo'yilmagan. Pastga qo'ysa plastiklarga zarar berishi mumkin. Xo'p, ochgandagi holati mana, dizayn. Ahamiyat berib qo'yasizlar, chekalari kuydirib polirovka qilingan, bilinyaptimi? Mana ichki tomondan ham mana ko'rinayotgan bo'lsa mana chekalari. Tashqi tomondan ham mana kuydirib polirovka qilinadi. Ba'zi birga terilar o'zining ichida yungi bo'ladi, ozgina maylardan yung chiqib qoladi. U defekt hisoblanmaydi. Bunda ko'rinmabdi. Yunglari, biz yunglarni o'zini maxsus suyuqligini surkab yotkizamiz. Endi ashunda ham ba'zan yunglar bari ozgina chiqib qoladi. Natural teri bo'lgani uchun, tabiiy charim bo'lgani uchun ko'rinib turadi. Xo'p, pistonda bo'ladi. Magnit qo'yib bering desanglar, magnit bunga qo'yib bera olamiz, ya'ni qo'yib bera olamiz. Ozgina narx qimmatlashadi shu. Magnit qo'yilsa bu yerga qo'yilmaydi, bu yerga qo'yiladi. Mana bu yerga bitta, bu yerga bitta qo'yiladi, ushlab qolinadi. Xo'p, Alfa 1 modelimiz mana ochilgandagi holati. Xo'p, piston o'ladi-yu tez desa, men ishlatyapman, lekin hali beri o'lmadi, o'lganini ham eshitmadim. Aynan men sotgan pistonlarda hali o'lmadi, balki uyatganimda men aytmagandim, lekin o'zim ham ishlataman. Hali yomon bo'lmadi. Xo'p, aytaylik, xo'p, o'ldi ham deylik, piston o'ldi. Yomon bo'lib qoldi. Chiqib ketdi, sinib ketdi. Shunaqa holatlarda xohlagan chevarga, xohlagan kosibga borsa 5-10 mingga qo'yib beradi. Arzonlagan narsa bu. Chunki chevarlar ham, kosiblar ham ishlatadi buni. Kosiblar shu oyoq kiyimlarga ishlatadi, massalarga qoqib berishadi. Chevarlar balon kurtka, ayollarning bunaqa hozir hijoblari chiqib qolgan kiyimlar, ular hammasi pistonda. Pistonni olib borsa, shuni 5-10 mingga qo'yib beradi, arzonlagan narsa. Naturalniy koja, xudo xolasa bular 10 yil, 15 yil xizmat qilib beradi. Sig'imiga kelsak, sig'imiga ichiga bu Alfa 1 modelining ichiga bemalol 30 ta dona kupyura bilan 4 dona plastik sig'adi. Ya'ni ikkita xonasi bor o'zi bilan kartalar uchun. Plastik kartalar uchun. Ikkitadan solganda 4 ta sig'adi, 6 ta ham sig'adi. Hozir solib ko'rsatib beraman. Qani ketdik. Ichiga mana hozir so'mlarda 30 ta yaqin pul solamiz. Xo'p. Ichida mana har xil bor. 5000 so'mlik ham bor, 10000 so'mlik ham bor, har xil. Solganda mana bizga nim o'tirdi, ko'rdinglarmi? Bizga loppa loyiq o'tirdi, yopildi mana. Ko'proq pul solsa, maylar tirishib ketadi. Bu Alfa 1 modeliga shu 30 tacha maksimum sig'adi. Xo'p, endi kartalarga kelsak, mana 3 ta karta sonaman. Kartalarga mana kartalarni ham olganman.
tekshirib ko'rishlik uchun 1 2 3 razmerlari bir xil bo'lgani uchun solamiz. Hoppa. 3ta bir tomonga sig'di, ko'rdinglar-a? Mana real sun'iy intellektdan foydalanmayman, filtrlardan ham foydalanmayman umuman. Ikkinchi tomoniga mana yana 3 dona plastik solyapman. Xo'p. Mana solindi, ko'rindi, mana ko'ringan bo'lsa. Juda chiroyli turadi. Plastiklarni solib, pullarni solib qo'ygandan keyin juda chiroyli bo'lib, seriozniy ko'rinishga kiradi, juda jiddiy. Mana. Jiddiy odamlar uchun jiddiy kartmonlar mana. Alfa 1 modeli. Xo'p. Yopilganda spokon yopiladi mana. Hoppa mana. Yopilganda ichiga pullar solinib, kartalar solingandan keyin yana ham chiroyli bo'lib qoladi bu. Ko'ryaptimi? Mana. Ixcham cho'ntakka solsa ham bo'ladi. Qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana. Bunaqasiga qo'ysangiz mana. Siz stol ostiga qo'yib qo'ysangiz chiroyli turadi mana. Shunday qo'yib rasmga olyapman. Go'zal. Oydan-da go'zal, kundan-da go'zal. Sog'iga juda zo'r narsa. Misol uchun uyaltirib qo'ymaydigan narsa sog'iga. Bu Alfa 1 modelimiz. Endi Alfa 2 modelimiz mana. Endi Alfa 2 model bo'yicha hozir yana alohida tushuntiraman. Hozir videoni o'chirib boshqatdan yoqaman, chunki format katta bo'lib ketsa Instagramga yuklab bo'lmaydi. Shu sababdan har biriga alohida video qilaman. Bu Alfa 2 modelimiz. Hozir tanishtiraman bu haqida ham.